Umra amallarini bajarayotgan vaqtingizda, ya'ni o'tgan soatda badan bilan bajariladigan holatlarni qo'ldan kelgancha bayon qilishga harakat qildik. Shu bilan birgalikda ruhiy holatingiz ham ibodat holatida bo'lishligi shart va zarur hisoblanadi. Misol uchun siz Ka'bani atrofida tavof qilayotgan vaqtingizda ko'p ko'rasiz. Bu yerda hamma, ya'ni ko'pchilik insonlar qo'lida telefon bilan yoki bo'lmasa boshqa bir suratda ibodat qilayotganini ko'rasiz. Mana shu holatlar sizni chalg'itishga yoki bo'lmasa niyatingizni o'zgarib qolishiga sabab bo'lmasligi kerak. Siz ixlos bilan Allohning rizosini istab keldingizmi? Mana shu ixlosingiz bilan u yerda ibodat qilishingiz shart bo'ladi. Ya'ni Ka'bani atrofida parvonadek aylanishingiz, Allohdan uni rizosini istashingiz shart bo'ladi. Ka'bani atrofida aylanayotgan vaqtingizda qaysi duolarni qilish tavsiya qilinadi desa, o'zi aslida tavsiya qilingan duolar bor, lekin ko'pchilik bu narsani yodlamagani uchun kitobdan qarab yoki bir boshqa bir odam aytsa uni takrorlab yurish unchalik tavsiya qilinmaydi. Siz yodlamaganmisiz? Hech zarari yoki hech qanday o'sha muammoli joyi yo'q. Siz qalbingizdan istayotgan narsani, qalbingizdagi Allohdan so'ramoqchi bo'lgan narsangizni o'zingizni tilingizda butun ruhiyatingiz, qalbingiz hozir bo'lgan holatda so'rab ibodat qilib aylansangiz bo'ladi. O'sha tavof qilayotgan vaqtimda eng asosiy shartlardan biri Allohni o'zigagina ixlos qiling. Shundan boshqa narsani, shundan boshqa zotni o'ylash, uni haqida fikr yuritish holati bo'lmasin. Ya'ni ixlosingiz bir komil darajada bo'lishiga e'tibor bering. Siz borsiz va Alloh bor. Siz Allohdan uni roziligini istab aylanyapsiz. O'shaning uchun boshqa narsalarga chalg'imang. Ayniqsa o'sha telefon masalasi ko'p insonni chalg'itadi, adashtiradi. Ya'ni esdalik bo'lib qolsin yoki boshqa bir narsa bo'lsin degan niyatda telefonni yoqib, rasmga tushib yoki jonli efir qilib yurishga harakat qiladi. Bularni hammasi sizni savobingizni yo'q qiladi. Balki sizni gunohkor bo'lishga sababchi bo'ladigan amallar hisoblanadi. Imkon qadar bu telefon yoki suratga tushish, boshqa ishlardan batamom uziling. Va mana bu yerda duo qilayotgan vaqtingizda o'sha Allohdan chin ixlos bilan so'rab duo qiling. O'sha Ka'bani atrofida parvonadek aylanib, boshqa narsadan batamom uzilishga harakat qilish kerak. Ana shunda tavof bir go'zal holatda, bir go'zal suratda bo'lgan bo'ladi. Mana u Ruknul Yamaniydan Hajarul Aswadgacha bo'lgan oraliqda bu yerda Robbana atina duosi o'qilinadi. Boshqa joyda xohlagan duolaringizni o'qib aylansangiz bo'ladi. Robbana atinani boshqa joylardan ham o'qisangiz bo'ladi. Xolasangiz payg'ambar alayhisalomga salovat ayting. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh kalima shahodatni ayting. Yoki tasbih, yoki tamhid, yoki takbir, yoki bo'lmasa Qur'on o'qing. Xullas, bekorchi ishlar bilan shug'ullanmasdan faqatgina Allohga bog'langan holatda bu yerda aylaning. Sizni ruhiyatingizda Allohim mendan rozi bo'lishing uchun nima qilay? Nima buyursang bajaraman degan narsa qalbingizda, zehningizda, ruhiyatingizda turishligi shart va zarur hisoblanadi. Undan keyin say ibodati bu vojib amallardan, bu Hojar onamizdan qolgan sunnatlardan hisoblanadi. Bu ibodatni asl tarixiga keladigan bo'lsak, Ismoil alayhissalom va Hojar onamizni Ibrohim alayhissalom Allohning buyrug'i bilan bu yerga keltirib tashlab ketadi. O'sha vaqtida Hojar onamiz: "Ey Hojam, bizni tashlab qayerga boryapsiz?" deydi. Shunda Ibrohim alayhissalom Hojar onamizga bu Allohning buyrug'i Hojar deb aytishga ham majoli kelmaydi. Yig'lab ketadi. Shunda Hojar onamiz bir go'zal gap aytadi. Mazmuni shunday: "Ey Hojam, xotirjam bo'ling. Men tushunib anglab yetdim
bu Allohning buyrug'i, Alloh bizni zoya qilmaydi, xotirjam ketavering deydi. Mana shu qisqa gaplar, lekin ichida juda katta ma'no mazmunni jam qilgan gaplar hisoblanadi. Birinchisi Hojar onamizning farosati. Ya'ni o'sha yerdagi holatni, o'sha yerdagi vaziyatni to'liq ko'rib, anglab yetganligi. Farosat darsini beryapti bizlarga. Ikkinchisi o'sha holatda bo'lishiga qaramasdan, ya'ni u yerda hech bir inson yo'q, hech bir yegulik yo'q, ichgulik yo'q, bir himoyalanishga, bir soyalanishga hech narsa yo'q. Ya'ni bu oddiy ko'z bilan qaraganda o'limga qolyapti. O'sha holatda ham erini roziligi uchun xotirjam bo'ling deb erini tinchlantirishga harakat qilyapti. Undan keyingisi iymon. Ya'ni bu Allohning buyrug'i deb Allohga iymon keltiryapti va taslimiyat. Allohning buyrug'i bo'lsa, demak u zot bizni o'sha zoya qilmaydi deb Allohga iymonini va taslimiyatini go'zal holatda izhor qilyapti. Va eng asosiy dars, men bir onaman deb onalikni o'rtaga qo'yapti. Vazifam Ismoil alayhissalomga suv yetkazish, topib berish deb o'sha vazifani, bor narsalarni sanab, imkoniyatlarini hisoblab, o'sha imkoniyatlar bilan vazifasini bajarishga harakat qilyapti. Va safoga chiqib, Allohdan duo qilib yordam so'rayapti va o'zi ham harakat qilyapti. Undan keyin Marvaga borib, u yerda ham qarab suv qidiryapti, duo qilyapti va Allohdan yordam so'rayapti va shu bilan birgalikda o'zi ham harakat qilyapti. Mana shu ishni imkoniyati tugaguncha qilyapti. Mana shu joydan biz ham Safo va Marvada say qilayotgan vaqtimizda banda sifatida Allohning huzuridagi vazifalarimizni ado qilishga harakat qilishimiz kerakligini, shunga say, g'ayrat, shijoat ko'rsatib, xuddi Hojar onamizdek Allohning rizosini topish yo'lida harakat qilishimiz kerakligi ruhiyatimizda turishi kerak. Va oxirida o'sha 7 marta borib kelgandan keyin Marvada turgan vaqtida bu yerda mana Ka'bani oldida Ismoil alayhissalom mana shu yo'llarda o'sha Zamzam otilib chiqadi. Ya'ni Allohning najoti o'sha qachon kelishligini, qanday suratda kelishligini bizga ko'rsatib bergan. Mana shu ishlarni ruhiyatimiz to'g'ri holatda bajarsak, nurun ala nur bo'ladi. Agar biz o'sha holatda telefon yoki bo'lmasa suratga tushish yoki bo'lmasa kimdir bilan suhbatlashish, u yerga bog'liq bo'lmagan ishlar bilan mashg'ul bo'lish bilan o'tkazadigan bo'lsak, u yerdagi fursatni, olinadigan foydani yo'q qilgan bo'lamiz. Shuning uchun duo qilayotganda, tavof qilayotganda, namoz o'qiyotganda, say qilayotganda ruhiyatimiz, zehnimiz, aqlimiz, badanimiz hammasi birgalikda ibodat holatida bo'lishligi shart va zarur. Ana shundagina biz manfaat topa olamiz. Biz Allohning rizosini, Allohning savobini topishimiz mumkinligi aytiladi. Undan keyin oxirgisi soch oldirayotgan vaqtida soch insonning ziynati, insonni go'zal ko'rsatadigan bir ziynatlardan hisoblanadi. Biz ihromga kirgan vaqtimizda butun ziynatlardan voz kechganmiz. O'sha birgina ziynatimiz soch qolgan. Uni ham Allohim mendan rozi bo'lishing uchun o'sha ziynatimni ham seni yo'lingda qurbon qilaman degan qarash bilan sochni oldirsak, mana shu holat, ruhiyat to'g'ri holat bo'lishligini aytishadi. Mana shunday holatda ibodat qilsak, inshaalloh nurun ala nur bo'ladi.